Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bu juda ham kuchli texnika. Albatta hayotingizda sinab ko'ring. Texnikani berishdan avval eslatib o'tmoqchiman. Meni Telegram kanalimga ulanib oling. Telegram kanalim linki описаниеda qoldirilgan. Linkni topa olmasangiz, direktdan orzu so'zini yozib qoldirsangiz, men sizga Telegram linkini uzataman. Sababi har kuni bunaqa o'z hayotimda sinab natijaga erishgan texnikalarim bilan albatta Telegram kanalimda bo'lishib boraman. Endi esa texnikaga o'tamiz. Atigi 7 kun ushbu texnikani sinab ko'ring. Ajoyib tarzda hayotingiz o'zgarib ketadi. Bunga o'zim guvohman. O'zim qo'lladim. Ya'ni har kuni kechasi 7 da uxlashdan avval, ya'ni kechasi ko'zgudagi aksingizga qarata ovoz chiqarib, ko'zgudagi o'zingizga qarata: men yetarlicha serobgarman va boyman. Omad, baxt doim men bilan. Men nimani xohlasam, hammasi o'sha onda sodir bo'ladi. Men seni sevaman, o'z ismingizni aytasiz. Buni 7 marotaba ovoz chiqarib, o'z ko'zgudagi aksingizga aytasiz. Buni 7 kun podrad qilasiz, ya'ni ketma-ketlikda qilasiz. Men aslida buni har kun o'zmasdan qilaman. Har kuni kechasi uyquga yotishdan avval va bu so'z boyliklarim boyigan hozir. Ya'ni o'zim ichki his-tuyg'ularim orqali bu so'zlarga qo'shimcha kiritmalar kiritganman. Sizda ham xuddi shunaqa his bo'lsa, kiritishingiz mumkin. Bu o'ziga bo'lgan ishonchni orttiradi va hayotga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. Navbatdagi texnikamizni qabul qiling. Ushbu texnikani har kuni kechqurun bajaraman 5 yildan buyon. Ishonasizmi, juda ham ko'p orzularimga mana shu texnika sabab osonlik bilan erishyapman. Bu texnikani nomi 99 niyat texnikasi deb nomlanadi. Demak, bu qanaqa yoziladi? Har kuni kechqurun uyquga yotishdan avval orzularga berilib, oldingizga bir stakan suv qo'ygan holatda, ovozingizni chiqargan holatda orzularingizni hozirgi zamonda sodir bo'layotgandek qilib yozasiz. Misol uchun 2025-yilda shaxsiy BYD mashinam bo'ladi. Salonlari qop-qora bo'ladi va buni avtosalondan yap-yangi holatda naqd pulga sotib olib minib chiqib ketaman. Yoki qizim ismini yozasiz, xususiy ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan bog'chaga boradi. O'g'limning maktabdagi baholari sezilarli darajada oshadi va har kuni menga o'qituvchidan maqtovlar olib keladi. O'zimning oylik daromadim, turmush o'rtog'imning oylik daromadi qancha miqdorga oshadi? Hammasini yozaman. Har kuni yozishingiz kerak. Qayta-qayta yozgingiz kelsa, bitta ssenariyni qayta-qayta yozasiz. Har kuni azizlarim. Ishonavering, boshida bitta ikkitasi amalga oshishi mumkin, keyinchalik 99 ta yozganingizda hammasi birin-ketin amalga oshadi. O'zingiz hayron qolasiz hattoki. Azizlarim, bundan ham kuchli o'zim hayotimda sinagan va natijaga erishgan texnikalarim Telegram kanalimda, Telegram shaxsiy kanalim linkini esa описаниеdan topishingiz mumkin. Topa olmasangiz direktdan orzu deb yozib qoldirsangiz, men sizga Telegram linkini beraman. Bittaga bitta ishlaydigan ajoyib texnika bermoqchiman. Ishoning, 21 kunda bajarsangiz, mana shu texnikani hayotingiz juda ham zo'r tomonga o'zgarib ketadi. Demak, oldingizga bitta daftar olasiz, qizil ruchka olasiz va qizil ruchka yordamida xuddi orzularingiz amalga oshgandek, hozirgi zamonda, hozir shu jarayon sodir bo'layotgandek qilib rejalaringizni yozasiz. Har kuni oldingizga bir stakan suv qo'yasiz, ovoz chiqargan holatda, misol uchun, men har kunlik savdoyimdan shuncha so'm daromad topayapman, Allohga hamd. Men o'zimni Samarqand shahar markazidagi 3 xonali shaxsiy uyimda yashayapman, Allohga hamd. Men o'zimni shaxsiy mashinamda qanaqa nomini qo'yasiz, har kuni ishimga boryapman, Allohga hamd. Xuddi shunday kamida bir o'tirishda 50 ta yozishingiz kerak. Har kuni 21 kun davomida bir kun ham qoldirmasdan yozishingiz kerak. Va oldingizdagi bir stakan suvga ovoz chiqargan holatda yozasiz. Yozib tugatgandan so'ng 50 tani suvni minnatdorchilik bilan ichib yuborasiz. Agar 50 tadan ko'p yozsangiz, undan ham yaxshi, lekin kam emas. Ko'rib turganingizdek hozirgi zamonda yozishingiz kerak. Demak, azizlarim, bu texnikani albatta hayotingizda qo'llab ko'ring. Natijalaringiz bilan kommentariyda bo'lishingizni so'rab qolar edim. Bizning Telegram kanalimizda bundan ham ko'p amaliyotlar mavjud. Telegram kanalimiz linki описаниеda qoldirilgan. A'zo bo'lishni. Aziz kanalim kuzatuvchilari, sizlarni boringlarga shukr. Juda ham ko'p texnikalarimni hayotimda qoida bo'yicha sinab, natijalarni yuborishda davom etyapsiz. Har biringizdan mehnatlaringiz uchun minnatdorman. Bu texnika har kuni bajarilinsa, sizning hayotingizga rostdan ham doimiy pullarni kelishiga yo'l ochadi. Demak, bu texnikani qanday qo'llaymiz? 3 ta affirmatsiya berilyapti, ya'ni kiritma so'zlar, ong osti amaliyoti bu. Har kuni 15 minut yoki 21 minut bir stakan suvga ovoz chiqargan holatda mana shu 3 ta affirmatsiyani takrorlaysiz. Men pullarga magnetman, menga pullar doimiy keladi. Pullar menga tez va har kuni keladi. Ushbu so'zlarni 15 minut yoki 21 minut davomiy tarzda takrorlab turasiz, ovoz chiqargan holatda va amaliyot so'ngida bir stakan suvni minnatdorchilik bilan ichib yuborasiz. Buni har kuni bajarishingiz kerak. Ishonavering, bir haftani ichida sizning hayotingiz umuman kutmagan tarzda o'zgartirib berishga yordam beradi. Azizlarim, bundan ham ko'p amaliyotlarimiz meni Telegram kanalimda mavjud. Telegram kanalimga hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Linki esa описаниеda qoldirilgan. Описаниеdan topa olmasangiz, menga direktdan orzu so'zini yozib qoldiring. Men sizga linkini uzataman. Kuningiz fayzli va barakatli o'tsin.